Assalomu alaykum. Mana hammaga tanish M916 avtomatini sizlar bilan qisqacha obzor qilib o'tamiz. Mana yig'ish jarayoni ketdi. Yig'ish jarayonlarini qisqacha ko'rsatib berishgan. Korpuslari juda baquvvat ishlangan. Ko'rsatib beramiz har bitta jarayonini. Oldik va buni ichidan chiqadigan komplektlar. Ko'z o'ynagach, chizashligi, ichidagi mexanizmlari va zaryadchiklari. Hamda eng qiziq joyi o'q, zaxira o'q. Bu uzun marketda topiladi. Arzon, uncha qimmat turmaydi. Tugaganda uzun marketda olsangiz bo'ladi. Endi buni ishlatib ko'rsatamiz. Buni ovoziga juda yaxshi e'tibor bering, ovozi juda baland. Mexanizmi mana shu joydan yaxshilab oling. Adnan avtoga qo'yamiz, tortamiz. Qisqacha avtomatimizni. Endi narxiga kelib o'tadigan bo'lsak, narxini kommentariyada yozib qoldiramiz. Obuna bo'lishni unutmangizlar.